Hürmetli televizor görgücüler yaxşımısızlar. Bugünkü söhbət programımızını görüşünlərini qarşı alımız. Bu yıl kirgandan buyan aloqador tarmoqlar tashqi savdo sohasidagi yangi vaziyat, yangi o'zgarishlarga birlashtirib, tashqi savdoni muqimlashtiradigan bir qator tadbirlarning tez amalilashiga turtki bo'lgan. Алдыңғы 4 ayda Şinjanның tashqi savdo, import, eksport umumiy qiymati 165 milliard 860 million yuanga yetib, o'xshash mazgildagidan 20,2% eshib, muqim eshish vaziyatini davomli saqlagan. Şinjan diqqatni Osiyo Yevropa oltin yo'li barpo qilish strategiyalik o'rin bekitmasiga markazlashtirib, biri balbaq, biri yo'lni o'rtaq barpo qilishga cho'nqur yug'urib, yuqori saviyalik echivitishni sijil kengaytib, Şinjanning echivitish, taraqqiy qilishdagi kuchlik vaziyatini to'liq namoyon qildi. Jungoning g'arbga echivitishdagi eng oldingi sepida turib cheksiz iftiqorlik tuyg'usiga cho'mdim. Men hozir Qo'rg'osdagi 6-avlod davlat darvosining yuk tashish yo'lida. Bugungi kunda Qo'rg'os orqali yilda 10 million qatam odam har xil yuk avtomobili, tovar avtomobillar tartiblik o'chirat turib kech-kunduz chegaradan chiqadigan bo'ldi. Qator Jungo Yevropa navbatchi poyezdlari Jungoda ishlangan mahsulotlarni dunyoning har qaysi joylariga tashiydi. Odam ashyo obroti, mablag' obroti, uchur obrotining to'planishi bilan Qo'rg'os davlatimiz g'arbiy qismdagi universal to'shish miqdori eng cho'ng, iqtidori eng to'liq bo'lgan davlatning birinchi turidagi quruqlik portiga aylandi. Qo'rg'osda hayvatlik davlat darvosi qad ko'tarib 100 yillik port shahrining tarixiy o'zgarishlarga guvohchi bo'lib qolmay, Şinjanning 70 yildan buyongi echivitish taraqqiyot shalliq musofasini xotirladi. Qo'rg'osdagi birinchi avlod davlat darvozasi oldingi asrning 50-yillarida qurilgan. Bir qavatlik 5 eg'iz uydan tarkib topgan edi. Ayni chaqda Jungoga yordam berish moddiy ashollarining 80% Qo'rg'osdagi birinchi avlod davlat darvozasi orqali vatanimizning har qaysi joylariga yetkazilgan. Qo'rg'os Suy Tong sulolari davridan qadimgi Yipak yo'lining shimoliy yo'lidagi muhim o'tan edi. Jungho Xalq Jumhuriyati qurilgandan keyin Qo'rg'os porti deb rasmiy nom berilgan. Bugungi kunda biz ko'rib turgan davlat darvosi nurg'un tarixiy o'zgarishlarni boshdan kechirib, yangicha qiyofatga kirdi. Qo'rg'os davlat darvosi manzara rayoni madaniyat saroyining tushuntirguvchisi Chang Yingning nazarida, Qo'rg'osdan iborat bu port shahridagi davlat darvosi yillar mobaynida texmo hayvatlik va go'zal tusga kirgan bo'lsa, Qo'rg'os Jingyi xalqaro savdo guruhi cheklik shirkatining bosh mudiri Yu Chenjung Qo'rg'osni Jungoning g'arbga echivitishdagi oltin porti deb qaraydi. Qo'rg'osdan mallarni poyezga qachilab tamojniga ma'lum qilib chegaradan chiqarib Qozog'istonning Olmuta shahriga yetkazishgacha 6 soatli vaqt ketadi. Hozir to'sh vaqti night. Konu 8 nomerlik bozorning bu konu suratidan ayni vaqtda aslihalar oddiy konu bo'lsa-mu bozorda savdoning nihoyatda jallanganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. 8 nomerlik bozordagi bir meva va ko'ktat savdogari Yu Chengjongning do'koni bu bozorning gullangan dastlabki mazgiliga guvohchi bo'lgan edi. Ayni chaqda mallarni yo'lovchilar avtobusda to'shiydiq. Avtobusning ichida odam o'tirsa, mallar asti tarafga beslatdi. Kunda 30 kilogramdan 50 kilogramgacha malimiz avtobus orqali chegaradan kirgiziladi yoki chiqariladi. 2010-yili Markaz Qo'rg'osdan iqtisod taraqqiyot rayoni ta'sis qilish strategiyalik tadbirini o'tirg'a qo'ydi. Shu yili Yu Chenjung Qo'rg'os Jingyi xalqaro savdo guruhi cheklik shirkatini qurdi. Davlatning g'arbga echivitish siyosatining turkusida Qo'rg'osning ul asliha qurilishi umumyuzlik tezlatildi. Bu yangi yezi igrik mahsulotlari eksportiga foydali sharoit hozirladi. G'arbiy Yevropa, Rossiya, Qozog'iston, Jungoning g'arbiy qismi yuqori suratli tashyo'ldan iborat qo'sh g'arbiy tashyo'lda qatnash boshlagan kuni Jinyi shirkatimizning mevachivi qachilagan 3 avtomobili bu yerdan yo'lga chiqqandi. Shunga nihoyat aniq ism turibdi. Bir balbaq bir yo'l tashabbusining turkusidan 2023-yili 11-oyning 1-kuni davlatimizning g'arbiy shimol chegara bo'yi rayonidagi tunji erkin savdo sinaq rayoni, Jungo Şinjan erkin savdo sinaq rayonining viviski yopig'i rasmiy ochilib, 1 yildan ko'proq vaqtda 129 turlik islohot sinaq nuqta vazifasi umumyuzlik boshlanib, buning 80 natijasi amaliyalashib yo'lga qo'yildi va bosqich xarakterlik unum qo'lga keltirildi. Şinjanda amaliy natijasi bor tashqi savdo tijorat asosiy gavdasi 3000 dan oshdi. Hozir Jungo Şinjan erkin savdo sinaq rayoni Qashqar bo'lak rayonida eksport rasmiyatining hammasini bir joyda bajaralaymiz. 2024-yili eksport qiymatimiz 500 million dollardan oshdi. Portlar tutashtirilib, echivitish ravolashdi. Navbatda Şinjandan sirqi echivitilgan port 19 ga yetib, g'arbga echivitishdagi oldingi sap istehkomi barpo qilindi.
Шинжаң өзгөчө район орны әвзәлігіге тайынып, iqtisod texnika taraqqiyot rayoni, chegara iqtisodiy hamkorlik rayoni, pishiqlash sodisi, kasb baxchisi qatorliq ko'p xillashgan echivitish suplarini tez joylashtirib, savdo kasblarda yakka holdagi yo'l iqtisodidan port iqtisodiga, kasb iqtisodiga qarab tip o'zgartib darajasini o'stirishni amalga oshirishga turtki bo'lib, ichki quruqlikni echivitish yangi egizligini butun kuchi bilan barpo qilmoqda. Бақту порты көк асман қойныда мәғрур қәт көтіріп тұратты. Бақтуның соды тарихini 1764 yılından başlap sürüştürüşke boludu. Adil Abdurrahman Tağa portqı münasibətlik həm əhvallarını pişik bilətdi. O bizge Baqtu portunun tarixini sözləb bədi. Bu portni ayni vaqtda yeni 1955-yili Jungo bilan Sovet ittifoqidan iborat ikki davlat tangishlatgan. Shunga o'rtaq darvoza deb atalgan. Bo'libmi Junxo Xalq Jumhuriyati qurilgandan keyin u Jungo bilan Sovet ittifoqi sodisi mezgildagi muhim portga aylandi. Islohot echitishdan keyin ya'ni 1990-yili 10-oyning 20 kuni port vaqtliq echitilib mal o'tkazildi. Odam o'tishga bo'lmaydi. 2018 yılı Baqtu porti Şinjanның chegara aholisi o'zaro bozorining tipini o'zgartirib taraqqiy qildirishdagi sınaq port qilib bekitildi. Bugungi kunda Baqtu Jungo Qozog'iston chegara aholisi o'zaro bozori rayonida muxbir Qozog'iston va Qozog'istonning atrofidagi 18 davlatdan import qilingan tovarlarning nihoyatda ko'pligini ko'rdi. Asosligi Qozog'istondan yemeklik, Qirg'izistondan quruq meva, Gruziya, Moldova qatorliq davlatlardan qizil ariq qatorliqlarni import qilamiz. Ularning qizil ariqining davlatimizda belgilik bozori bor. Govian 2020 yılı 12 ayının 7 günü Şinjan Tarbağatay nuqtuluq echivitish sınaq rayonu qurishni tasdiqladi. Shundan başlap chegara sodisimi yuqori sifatlik taraqqiyotga qadam qo'ydi. Hozir Tarbağataydagi import eksport korxonasi 100 dan eshib, yetakchi kasblarning biri bo'lgan xalqaro yezi igrik mahsulotlarini pishiqlashda yiliga o'tir hisob bilan 100 ming tonnadan ko'proq yog'liqdan qatorliq ko'p miqdorliq yezi igrik mahsulotlari import qilinib, 6 mingdan ortiq chegara aholisining kirimini oshirib, ishga o'rinlashiga turtki bo'ldi. Echivitish Jungocha zamoniyvalashtirishning ro'shan belgisi. Shundaqla Şinjanning taraqqiyotdan yangi afzallik yoritishdagi muqarrar tanlashi. Qo'rg'ons, Olotog' eg'izi, Qo'njirab, Arkashdan, Baqtu qatorliq portlarni tayanch nuqta qilib, Şinjanning uzun chegara liniyasidagi portlar birlashib harakatlanib taraqqiy qilib, Şinjanning g'arbga echivitish chegara bo'yini echivitishdagi go'zal manzarasini shakllantirdi. Şinjan o'zgacha rayon afzalligini mavqe qilib, sirqi echivitish cho'ng yo'lini tez barpo qildi. Kishining diqqatini tortadigan shuki 2022 yildan 2024 yilgacha Şinjanning tashqi savdo import eksport umumiy qiymati uda 200 milliard yuan, 300 milliard yuan va 400 milliard yuandan oshdi. Uda 3 yil 100 milliard yuanlik 3 o'tgandan halqishin sirqi echivitishning kuchli taraqqiyot vaziyatini namoyon qilganligini to'liq tushuntirib berdi. Ko'zni qamashtiradigan bir qator sonliq ma'lumotlar ul aslihalarning qattiq tutashtirishidan, qoida o'lchamning yumshoq ravonlashtirilishidan, shundaqla o'rta qurdigan davlatlar xalqlarining qalb rishtisining ching tutashtirishidan ayrilolmaydi. Jungo iqtisodiy va Jungo bozori Qozog'istonning iqtisodiy taraqqiyotiga intayin muhim ta'sir ko'rsatdi. Shunga Jungolik do'stlarga alohida rahmat aytamiz. Ular ikki davlat savdogarlarining savdosiga barliq yaxshi sharoitlarni yaratib berdi. Yaqinqi yillardan buyon Şinjangda zo'r o'zgarish bo'lganligini his qildim. Bu intayin ro'shan va ulug' o'zgarish. Şinjanning qat'iy tavramay yuqori saviyadan sirqi echivitishni ilgari surishi bir xil tarixiy burch. Texmi muhimi buni Şinjanning o'zgacha afzalligi belgilagan. Bir balbaq bir yo'l qurilishining cho'nqur olg'u surilishiga agishib, Osiyo Yevropa cho'ng quruqligining markaziga joylashgan Şinjang jo'grafiyalik rayon afzalligini echivitish, taraqqiy qilishdagi g'alaba qilish afzalligiga aylantirmoqda. Tashqi savdo iqtisodni ko'rsatadigan muhim ko'znak bo'lish sifati bilan iqtisodning eshigan turtki bo'ladigan muhim motor. Davlat ichi va xalqaro qo'sh aylanishni tutashtiradigan muhim tugun. Shunga ishni sirqi echivitish hamkorlik iqtidorini davomli kuchaytirib, mablag' solishni qolaylashtirish saviyasini unumli o'stirib, ishni sirqi echivitish doirasini uzluksiz kengaytirish kerak. Hozir Şinjan dal bir balbaq bir yo'l yadroliq rayon qurilishini yetakchi qilib, islohot, yangilik yaratish davomida qiyin masalalarni hal qilib, o'tkalga hujum qilib, echivitish, hamkorlashish davomida o'zgarishni tezlatib, Osiyo Yevropa oltin yo'lining unumini davomli o'stirib, g'arbga echivitishdagi ko'rik beshi istiqomi bo'lish rolini gavdalantirmoqda. Bugungi programmamiz mushada oxirlashdi. Ko'ngilingizga rahmat. Xayr xo'sh.
ئەتە يازدىن يازغىچە، يازدىن كۈزگىچە، كۈزدىن قىشقىچە 4 پەسىلنىڭ گۈزەللىكى 1,660,000 kvadrat kilometr tuproqni qopladi. Üç tağ, ikki o'ymonliqda kun, oylarning almashishiga agishib, Şinjan 4 faslning hammasida cho'nqur baxtga cho'mdi. Partiya 18-qurultaydan buyon partiya markaziy komitetining kuchli rahbarligida Şinjandagi har millat kadrlar, ammo yangi davrdagi partiyaning Şinjanni idora qilish tadbirini to'liq, dal joyida, umumiy yuzlik izchil